hofizlar diqqatiga O'zbekistondagi ayrim ahmoq hofizlar, ichi qora hofizlarga tegishli. Bu videoni butun like bosib, kommentariy bosib tarqatinglar, butun hofizlar ko'rsin. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. To'yga chaqirishdi birovga. To'yga bordik. Bizga Ochratda 3 marta rais e'lon qilyapti, lekin dejurnodagi bizga bermayapti navbatni. Men hayron qolyapman. O'zim ham aytayapman, aka, bizda aytilgan, o'zimizda anonimizda aytib, qo'shiqlarimizni aytaylik, chiqib ketamiz desam, xo'p deydi-da, 3 marta, 4 marta aytayapti ham, rais e'lon qilyapti, lekin u bermayapti. Meni qo'shig'im tugatib olay, dejurnaman u bu. Shunaqa ahmoqlarga tegishli. Ahmoq hofiz aytilgan to'yga boshqa hofiz bo'lsa, boshqa borayotgan hofiz imini u hofiz uchun bormaydi yoki uni muxlisini olish uchun, torta olish uchun bormaydi. Har bitta hofizda o'zining muxlisi bo'ladi. U to'yda hurmat qilib, to'yda egasi aytilgani uchun, pulini bergani uchun u birovga boradi. Sani to'ying emas u. U sani otangdan qolgan u davra. Kim san Komiljon Otaniyozov, Bo'miro Hamdamov, Otajon Xudoshkurovlardan qolgan bu davra. Bunda san'atkorda bunchalik hurmatsizlik qilmaslik kerak. Hofiz to'yda aytilganmi, birovga aytilganini iloji boricha tezroq jo'natib, xizmatini qildirib jo'natib yuborish kerak. Bu qaytar dunyo. Erta sana ham o'shan to'yga borasan, u ham xuddi shu ishni qiladi. O'shaning uchun shunaqa ahmoq hofizlarga shuni jo'natib yuboringlar. Men yaqinda 1-3 kun bo'ldi, 4 kun 5 kun bo'libdi. Konsert qo'ydim. O'sha konsertimda juda qiynaldim o'sha konsert qo'yguncha. Sababi o'sha bizni yoqtirmagan, ko'rolmaydigan hofizlar bilan yo'nalishimiz bir xil, ayrimlar ichida bor, bir ikkita ahmoqlari, ko'rolmaydi, ichi qora, hamma joyga sasib yuradigan hofizlar bor. O'shalarni deb, o'sha yo'nalishimiz Xorazm yo'nalishida aytganim uchun, imini o'shalarni deb, men o'shalar aytgan qo'shiqni shunchalik o'ylab qolib ketgandan, o'shalar aytilgan qo'shiqni aytmaslik uchun o'zimga notanish, begona qo'shiqlarni izlanib, topib, ustiga ishlab, rosa qiynalib o'sha konsertimda aytdim. Bo'lmasa tayyor qo'shiqlar, o'zim biladigan, yod biladigan qo'shiqlarim bor edi. O'shalarni aytsam bo'lardi, yurakdan chiqadigan qo'shiqlarim bor edi. Lekin aytmadim men o'shalar uchun. Lekin men eng qiziq, hayron, maza qilgan joyim, Alloh borda, Alloh avval ko'p cho'zilsa, hozir tez qaytadigan bo'lib qolganda, imini o'sha to'yda dejurlikni bizga bermagan, men dejurman deb navbat bermagan hofiz oradan necha kundir o'tgandan keyin imini men yangilik qilib, yangi repertuarga qo'shgan qo'shig'imda boshqa to'yda aytib turibdi. Mana bu seni pastkashliging, mana bu seni qanaqaligingni asl yuzingni ko'rsatadi. O'shaning uchun birovga qaramlik, baxillik, kuyoqlik qilmaslik kerak. Kalon ko'p rizqi bo'ladi. Har bitta hofizda o'zining muxlisi bo'ladi. Har bitta hofizda rizqini faqat Alloh beradi, bandasi bermaydi. Sal ko'p joyim qizarmasa, men yuzginam hamda dudoqginam ozgina qiynalib qolsin. Bu videoni butun hofizlarga jo'natinglar, hammaga ibrat bo'lsin. Hurmat qilib kelgan, boshqa dejurga kelgan, birrovga kelgan hofizlarni hurmatini joyiga qo'yib jo'natinglar. Qaytar dunyo. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha. Men konsertimdagi videolarni ko'rsanglar, xudo xolasa, imminni o'sha men yoqtirmaydigan hofizlarni qo'shiqlarini aytmaganman. Imminni aytmaganman. Lekin ular meni qo'shiqlarimni, men aytgan o'sha repertuarimdagi qo'shiqlarni aytadilar. Men bunga aniq ishonaman. Chunki ular men emasman. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.